Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana xudo xolasa yana bir navbatdagi obyektimiz. Tunkalari bilan yopib berdik. Bu joyimiz ko'mir, silyoz, optim joy bo'ldi mana. Hozir sizlarga taydan ko'rinishini olib beraman. 13 metrga uzunasi 25 metr joy bo'ldi mana. Mana akalar bu ichidan ko'rinish holatlari. Devorning ustiga ustun xorilar qo'yib mana tepasiga balandgina qilib qo'yib berdik. Urib berdik. Eko-chegasini mana tunkalarda qatirib. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, har qanday o'lchamdagi uy tomlari, naves, molxona, to'yxonalarda ustilari bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Bizning xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Narx-navolari 170 mingdan kvadrati 300 minggadir. Joyga qarab narx aytib beramiz, qanday bo'lishiga qarab. Mana shu ko'rinishlarda bo'ldi. Yonboshdan ko'rinish holatlari. Sog' bo'lasizlar. Biz videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yasizlar.